Ishonasizlarmi yo'qmi, bu oshxona mebellariga 15 yil bo'lgan. Почти tengdoshmiz. Endi bularni o'zgartirish vaqti keldi-da, holatini videoga oldim. Bu sizlar bilan remontimizning birinchi qismi. Birinchi bo'lib uyimizni bo'shatib olishdan boshladik. Hamma kirib bo'lib ketgan gilamlarimizni professional chistkaga berib yubordik. Balkon, oshxona, koridor, zal hammasini o'zligiga yig'ishtirib olib ketishdi. 3-4 kun ichida yuvib, toza qilib olib kelib berishar ekan. Hamma gilamlar ketgandan keyin bu yog'iga uborkani ham boshlab yubordim. Mana divanning orqasiga ukam hamma sharlarni bekitib yurgan ekan. Xolodilnikka qo'lizlarini artib, zalimizani pollarini artishni boshlab yubordim. Shu payt qattandir kuch kelib ketib, stollarni ham o'zim surib qo'ydim. Keyin koridorga o'tdim, u yoqda prixoshkalarni artib, oyoq kiyim turadigan joy, pollarni hamma yoqni tozalab oldim. 4 kundan keyin gilamimizni ham olib kelib berishdi. Rezultatini sizlarga ko'rsatish uchun remont bo'layotgan bo'lsa ham hammasini ochib ko'rsatdik. Kelib o'zligi hisob berib ketishdi. Men gilamlarimni Nano Clear firmasiga ishonib topshirdim. Hidlari ham shunaqa priyatniy, top-toza bo'lib keldi. Ayniqsa shunaqa eshikdan kiraverishlar kirib bo'lib ketgan edi. Xullas, sizlarga poslesini ko'rsatib, yana yig'ishtirib bozorga ketdik. U yoqdan stroy materiallarni olib, shunaqa katta kafil zavodiga keldik. Qaysi birini tanlashni ham bilmay qolar ekansiz. Keyin uyga kelib, ko'hna mebellar ichidagi bor narsalarni zalga bo'shatib turdik. Bu hali yarim. Xullas, ikkinchi qismi qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling.